suhbatimizda farzandni ustidagi ota-onaning haqlari degan darsni o'tdik. Va olinadigan xulosalar shu bo'ldiki, ota-onaning roziligida Allohning roziligi bor, ota-onaning g'azabida Allohning g'azabi bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini rozi qilishlikka buyurgandan keyin "Vani shukurli va li validayka" deb marhamat qildi. Menga shukr keltir va ota-onangga shukr keltir. Kishi har qancha taqvodor bo'lsin, har qancha bir olim bo'lsin, boshi osmonga yetgan bo'lsin, agar ota-onasini rozi qilmaydigan bo'lsa, bu qilgan ilmi, bu qilgan taqvosidan zarracha o'ziga foydasi bo'lmaydi. Chunonchi mana Alqamasning bir sahoba yigiti vafotini aytdik. Ana shu onasini bir marta oldida, onasini oldida bir marta xotiniga yaxshiroq muomala qilib, onasini dilini og'rib qo'yganligi shu kishini kalimatriga kelmay qo'yishligiga kifoya qildi. Namoz o'qisa, zakot bermasa, namozi qabul bo'lmaydi. Va aksincha, Allohga itoat qilsa, payg'ambarga itoat qilsa, qabul bo'lmaydi va aksincha. Va Allohga shukr keltirsa-yu, lekin ota-onasining shukrini ado qilmagan bo'lsa, bu farzandi birorta qilgan ibodati qabul bo'lmasligi aytiladi. Va aytiladi, farzand ustida ota-onaning 10 ta haqqi bor. Agar ota-ona taomga muhtoj bo'lsa, taom yegizishligi kerak. Kiyimga muhtoj bo'lsa, kiyim kiyishligi kerak. Ulardan bir xizmatiga muhtoj bo'lsa, xizmatiga labbay deb javob berish kerak. Chaqirsa, ularda oldi birga bo'lishligi kerak. Biror ishga buyursa, modomiki ma'siyatga buyurmayapti ota-ona, qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilinishligi kerak. Va ular bilan muloyim, yumshoq so'zlashligi kerak. Ularni ismi bilan chaqirmasligi kerak. Ularni ortida yurish kerak. Ularni rozi qilgan narsa bilan rozi bo'lish kerak. Ularni g'azablantirgan narsa bilan g'azablanishlik kerak. Va ota-onasining haqqiga duo qilishlik kerak bo'ladi. Odam bolasi o'lganda uni hamma savob amallari va gunoh amallari berkiladi, faqat 3 ta ishdan savob borib turadi. Bu agar o'lib ketayotgan odam sadaqa qoldirgan bo'lsa, yurib turgan, yoki odamlar foydalanib turgan ilm qoldirgan bo'lsa, shundan savob boradi va haqqiga duo qilgan farzandi bo'ladigan bo'lsa. Bugungi suhbatimizning mavzusi buni aksi. Farzandlarda ota-onasining ustidagi haqlari degan mavzu bo'ladi. Ehtimol ko'pchiligimiz bilmasmiz buni. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu oldiga bir odam keldida, "Men bolamni oq qildim" dedi. Ya'ni farzandni chaqirib aytdiki, "Bola, otang seni oq qildi. Axir Allohdan qo'rqmaysanmi? Qiyomatdan qo'rqmaysanmi? Jannatda umidi yo'qmi? Axir ota-onangni norozi qilishliging, oq bo'lishliging seni do'zaxga deganliging belgisi emasmi?" deganda haligiga javob berib aytdiki, "Ya Amiral Mo'minin" dedi. Otalarning farzandlari ustida qanaqa haqlari borligini bilamiz. Endi farzandlarda ham otalarning ustida haqlari bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi Hazrat Umar. Nima u haqlari dedi? 3 ta haqqi bo'ladi. Birinchisi, bo'lajak farzandiga ota pokiza bir ayolni tanlashligi kerak. Lekin nasl-nasabi toza, fohisha bo'lmagan, buzuqlikda ayblanmagan, keyinchalik ana shu farzand mana meni onam deb xijolat bo'lmaydigan darajadagi bir pokiza onani tanlashligi kerak. Ikkinchisi, tug'ilganda chiroyli ism qo'yish kerak. Toki uyalmasin. Va uchinchidan ilm o'rgatishlik kerak, Qur'on o'rgatishlik kerak. Diqqat qilaylik. 3 ta haq: chiroyli ona, chiroyli ism va ilm, Qur'on. Ya Amiral Mo'minin, unda quloq soling dedi. Meni onam dedi, ana shu falon pulga sotib olingan bir baxiy ayol dedi. Ya'ni fohisha dedi. Birinchi haq ketdimi? Ikkinchidan, tug'ilganimda menga bir jo'l hasharot tatini qo'ydi dedi. Qo'ng'izmida chimal xulos bir hasharot tatini qo'ygan bo'ladi. Va dedi, menga kitobdan yoki bir adabdan, Qur'ondan dars bergan emas, ilm bergan emas. Shunda Amiral Mo'minin otani chaqirib aytdiki, "Falonchi" dedi, "Sen bolangni oq qilishigidan burun, bolang seni oq qilib o'tdi-yu. Endi qanday qilib bundan sen vafo kutasan" dedi. Xo'p, nechtasini biz ado qildik bolalarimizga nisbatan, farzandli bolalar. Bu masalalar bir eshitib qo'yish uchun emas.
o'zimizni mana shu ramkaga solib ko'rishlik uchun aytilinadi. Xo'p, bolamiz tug'ildi. Bir pokiza ayolni tanlab uylandik, alhamdulillah. Ikkinchisi, ismini qanaqasini qo'yyapsiz? Hozirgi yangi chiqqan adlarga qarab turib, odam yoqayni ushaysan, subhanalloh. Shahvoz degan atlar bormi? Sanam degan atlar bormi? Setora degan atlar, xullas, bilasizlar. Biz kimlarga taqlid qilib qo'yapmiz bu atlarni? Va faqat hali aytayotganda chiroyli chiqsa bo'ldi-da. Boshqalarda bo'lmasa bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandlariga chiroyli ism qo'ydilar degan. Chunki qiyomat kunida ismi bilan chaqirlar ekan qiyomat maydonida. Falonchi deylar ekan. Shunda uyalib qolmasin dedi payg'ambar alayhisalom. Chiroyli ism qo'yinglar. Kimlarga taqlid qilib qo'yapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismlar haqida aytadi, ismlarda eng yaxshisi allazi ubbidat va hummidat deydi. Erkak kishiga qo'yiladigan ismlarda eng go'zali deydi. Allohning ismiga bog'langan Abdu bilan boshlanadigan ismlar va allazi hummidat. Mahmud, Muhammad, Ahmad degan ismlar. Qaranglar, qaqirab ketyapsiz atlar qo'yishlikda. At qo'yayotganda shu televizordan bitta chiroyli so'z eshitib qoldi-da, shuni qo'yib qo'yapti. Borib domla bilan maslahat qilmayapti. Qanaqa ism qo'yishim kerak? Otalar yelkalardagi qiyomatda so'raladigan savollardan bittasi bu. Qanaqa ism qo'ygansan farzandingga? Futbolistlar atini qo'yaptimi? Qanday bir artistlar atini qo'yaptimi? Qiyomatda javob beriladi. Va kitob o'rgatishlik, Qur'on o'rgatishlik, ilm, adab o'rgatishlik. Biz bolalarni tarbiyasiga kelganda shu qonunni bossak, ustini qilib bersak, uylab tom solib bersak bo'ldi. Shu bilan nima bo'ldi? Haq tutdi deb o'ylayapmiz. Yo'q, unaqa bo'lmayapti. Bunaqa bo'lmayapti. Agar biz unga ana shu yoshligida uylanmasdan turib, kitob va sunnat o'rgatgan bo'lsak, dinni o'rgatganimizda bizdan talab qilmas edi u. Uyni solib berib qo'yganingizdan keyin ham tirishligini eplolmasa, kelyapti oldingizga. Menga nima qilib berib qo'yibsizlar deb. Yana nima qilib bersin senga? Sen o'zi balog'atgacha boqib qo'yganligi o'zi yetar edi sen. U yoqni o'zing eplashing kerak edi. Uni katta qildingiz, o'zingiz uyladingiz, o'zingiz joylab, yana mashina olib mindirib qo'ysam, eplolmasa tirishligini nima qilyapti? Ota-onasiga kelib, menga nima qilib beribsizlar deyapti. Agar siz ana shu haqlaridan bo'lgan onasini tanladingiz, xo'p, yaxshi. Ismini qo'ydingiz. Allohni ham tanib qo'yganingizda, sizni kimligingizni bilar edi u. Allohni taniganda otasi kim, onasi kim, ular bilan qanaqa muomala qilish kerakligini bilardi-da, sizdan umid qilmas edi. Aksincha sizga ko'tarib olib borar edi. Bolasiga tashib kelmas edi, sizga, onasiga tashib kelgan bo'lar edi. Agar siz 3-haqqini ado qilgan bo'lganingizda, nima edi bu? Allohni tanitgan bo'lsangiz. Halol harom tanitgan bo'lsangiz. Yo'q, biz undaqa gap nima qilmaymiz. Shu uylab qo'ysak, joylab qo'ysak, mashina bersak bo'ldi. O'shuning uchun problemasi tugamayapti bolalarimiz. Chunki Allohni tanimayapti. Alloh taolo mana hadis qudusida marhamat qilyapti, odam bolasi qalbingni menga bo'shatib qo'y. Amlau sodraka g'ina va suddu faqraka deydi. Qalbing men bilan bo'lsa deydi. Ko'ksingga xotirjamlik degan boylikni joylayman, qo'lingdan faqirlikni ketkizaman deydi. Hayotda xotirjam yashaysan, qancha bo'lishidan qat'iy nazar qo'lingda. Va qo'lingda kamchilik bo'lmaydi. Oshib, toshib ketadi emas. Kerak mahalida keragicha beradi Alloh. Shu emasmi boylik? To'y qiladigan mahalda to'y yarashasini beradi, uy qiladigan mahalda uy yashashini beradi. Ular nima kerak bo'lsa Alloh taolo bolaga zarxini bildirmaydi-da, o'ziga beradi. Agar bolangizga shu narsani kichkinaligidan singdirgan bo'lganingizda, hech qachon sizga kelib ming'illab dardini aytmas edi. Aksincha, dardimni aytsam, otam siqilib qoladi. Onam siqilib qoladi deb sizni ehtiyot qilarmidi? Ehtiyot qilar edi. Endi nimaga ehtiyot qilmayapti bizni? Chunki biz 3-haqqini bajarmaganmiz. O'qib nima bo'larding? Bor, ketmondacha, bor, molda hayda. Mol hayda yuribdi. Demak, bizning ustimizda farzandlar 3 haqqi bor. Ism, onasi va Allohni tanitishligimiz. Ba'zi hukumalar aytadi: "Man asa walidayhi lam yara surura min waladihi." Endi farzandlarga taalluqli joy bu. Kim otasiga osiy bo'lgan bo'lsa, farzandidan hargiz yaxshi kun ko'rmaydi. Kama tadin tudan. Nima muomala qilsang ota-onangga, xuddi shunday muomalani. Endi bu o'zimizning eskilardan qolib ketgan gap bu. Buni qaytarish hojati yo'q. Falonchini bolalar xor qilyapti ekan desa, surishtiring-da. O'sha xor bo'layotganda nima qilgan?
otasini xor qilgan bo'ladi. Rivoyat qilinadi, bir yigit otasini so'dirab ko'chada urib ketayotgan bo'ladi. "Ey, otangni urasanmi? Qo'rqmaysanmi? Oq bo'lasan, qo'y" desa, kaltayotgan ota tep qo'ylar uraversin deydi. Ha nimaga desa, "Men ham otam urgandim" deydi. Davomini qarang. Otasini o eshikdagi so'dirab borib urib tursa, "Bolam bo'ldi qiling endi" deydi. Nimaga desa, "Men otamni" deydi, "shu eshikdagi so'dirab kelib urgandim" deydi. Bo'ldi endi ko'payib ketyapti desa, "Bu" deydi, "eshikdagicha kaltayish. Sizning haqqingiz edi. Haqqingizni oldingiz. Endi bundan buyog'i mendan sizga sadaqada urib ketdi" danish. Agar otasiga tikka gapirayotganlar, otasini qaqshatayotganlarda kallasi ishlab Allohni taniganida qaqshatish emas, otaga tikka qarash mumkin emasligini tushunganda uramidi? Bolalarimiz tikka qarayotgan bo'lsa, gapimizga kelmay bizga osiylik qilayotgan bo'lsa, ayb kimda? Ay bolalarimizda, yaxshi odam bo'lmadi bu. Kim yo'qshab qoldi ekan? Seni bor endi u. Senga yarasha bo'ldi. Birodalar, hammamiz bu yerda guvohlik qo'yganmiz, ish qo'yganmiz. Vallohu a'lam. Loyda shunday loyni ajratib turib, qalb kelib turib tashlasangiz, quriganda faqat ikkiga bo'linib ketadi. Uni hali guvohlik qilmay turib, rosa chuqurda pishirish kerak, tashlash kerak, xullas tindirish kerak. Keyin hattoki pishgan loyni qalbga urayotganda 5-6 marta urib nima qilish kerak? Keyin urganingiz ish bo'ladi u. Keyin yuk ko'taradi u. Siz suvga turib aralashtirib qalbga urib qo'yayotgan bo'lsangiz. Tushunarliga? Qalbga urib qo'yayotgan bo'lsangiz, qanday chiqqan bo'lsa shunday tashab qo'ygan bo'lsangiz, uni pishirmayotgan bo'lsangiz, nam bo'lganda yonboshida ta'ni qurtmayotgan bo'lsangiz, nima bo'lsin? Tug'ilib qoldi, endi aka-ukalardan bo'lib qoladi. Yetishib katta bo'lib qoladi. Farzandlar ulamo aytadi, bir tiniq shishaga o'xshar ekan. Shisha bo'lar ekanki, agar har kuni bir tomchidan tiniq suv tushib tursa, idish to'lganda orqasi ko'rinar ekan. Chunki ichidagi suv nima? Tiniq. Endi orada bir chimdan turpoq tashlab yuboryapsiz orada, luqmasiga. Tarbiyasiga bir chimdan ataladan qo'shib yuboryapsiz. Nima bo'ladi endi? Loy bo'ladi, orqasi ko'rinmaydi. Endi xafa bo'lmangda, kim qildi uni? Kim qildi? Yoshlar anasa, bolalar maydalar bo'lsa, shunga bir e'tibor beraylik. Kim bo'ladi? Shuning uchun farzandlardan koy urmasdan o'zimizdan ko'raylik. Loyni pishirmasdan qo'yib qo'yganmiz. Rahimallohu validan aana waladahu ala birrihi. Farzandini savob ish qilishlikka undayotgan, savob ish qilishligiga yordam berayotgan otani Alloh rahmat qilsin dedi Rasululloh. Ya'ni ertaman bomdodga turishlikka yordam beradi. Tahoratiga suv qo'yib qo'yadi. Savobda bu, qiyinda bu. Kitob o'qishlikka sharoit yaratib, qiyomatda ana shu qori bo'lgan, Qur'onda o'qishlikka qodir bo'lib, bir dona harfini o'qib, unga amal qilib qolsa, Alloh taolo shu farzandi ota-onasiga nurdan bo'lgan libos kiygizadi, hamma haloyiqning oldida. Butun insoniyat qarab turadi, Qur'on o'qiganligi uchun nurdan bo'lgan libos kiygizadi ota-onasiga. Boshiga oltindan bo'lgan tosh kiygizadi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda. Bu toshning yorug'ligi quyoshning yorug'idan yorug' bo'ladi deydi. Nimaga intilmaymiz shu narsaga biz? Bu ota-onaga berilayotgan mukofot. Endi farzandga ham muomala bo'ladi. Alloh o'zi biladi. Yaxshi hunarga beramiz, yaxshi bizni boqishlik uchun. 50 yil yasharmiz dunyoda, 70 yil yasharmiz va o'lamiz u. Nimaga abadiy hayotimizga ishlaydigan joyga mehnat qildirmaymiz bolalar? Bilib qo'yaylik, agar Allohni tanitmasak, Qur'onni o'rgatib, ilm o'rgatmaydigan bo'lsak, bolamizni juda katta haqqini yeb qo'yibmiz. Qiyomatda yoqamizdan oladi. Adada hunarga berganingizda, xo'p deb qilganman, mol bog' deganingizda qilganman, nimaga ilm o'qida majbur qilmagansiz? Qiladimi o'shani ham? Deydimi? Ba'zi solih kishilardan biri aytadi, bolani deydi, bir ishga buyurmayman deydi. Nimaga buyurmaysiz desa, agar buyursam, shuni qilmasa, menga osiy bo'lib jahannam vojib bo'lib qoladi unga. Bolamni o'tda kuydirishni xohlamayman, buyurmayman ishga deydi. Tushunishga qiyinroq. Buyursa, qilmasa, osiy bo'lib qoladi, do'zaxga tushish kerak. Shuning uchun xizmatchimga buyuraman, agar qigiz kelsa eshitib nima qilsin? Endi bu cho'qqisi endi bu ota bolani o'rtasida muomala bo'ladigan muomala nimasi bu?
Cho'qqisi bu qiyin bu. Arba'atun min sa'adatil mar. 4 ta narsa erkak kishini baxti hisoblanadi. Shu bilan inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. An takuna zawjatuhu solihatan va avladuhu abroran va xulatahu solihin va yakuna rizquhu fi baladihi. Erkak kishining baxti 4 ta narsa bilan to'liq bo'ladi. Birinchisi, agar ayoli soliha bo'lsa, bu 25% baxt degani. Ayol kishi soliha bo'lsa-ki, aybingizni yopib tursa, boringizni yo'g'ingizni bildirmasa, sirlaringizni berkitsa, ko'tarib kelganingizni o'rniga sarflasa, bu haqiqatan nima? Uyga kelganda ko'rib turib, ko'zingiz quvonadigan bo'lsa. Solih ayol. Ikkinchisi, farzandlari abror, yaxshi farzandlar bo'lgan bo'lsa. Sizga la'nat olib bermasa ko'chadan. Falonchi meni bolam desangiz, ha, padaringga la'nat. Falonchining otasisan? deydigan bo'lmasa. Sizga rahmat olib beradigan bo'lsa. Qaysi farzand yaxshi bo'ldi bizda? To'polon farzand yaxshi bo'ldi. Farqi yo'q u qanaqa pul topishlik. Uchinchisi, va xulatahu solihin. Bir kishi baxtli bo'ladiki, agar uni atrofidagi ulfatlari yaxshi odamlar bo'lsa. Al-mar'u ala dini xalilihi de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kishi deydi, do'stini dinida bo'ladi deydi. Kimni do'st ekanligini qarab qo'yiladi deydi payg'ambar. Qarang kimlar bilan jo'rasiz. Atrofingizdagi ulfatlaringiz benamozmi ko'pchiligi, aroqxo'rmi, dindan uzoqmi, siz ham o'shlarda bittasisiz. Agar namoz o'qiyotgan bo'lsangiz. Chunki payg'ambarimiz do'sting kim bo'lsa, sen o'sha bo'lasan dedi. O'shuning uchun atrofimizni ham jinday tozalashga harakat qilaylik, akalar, ukalar. Xohlamayaptimi o'sha namozga borishni? O'sha aroqni, o'sha bir xunuk ishlarni tashlash xohlamayaptimi? Ularni tashlash kerak bo'ladi. Chunki Alloh uchun bitta odamni kechganmisan desa, Parvardigor falonchi shu qurug'idan urar edi, shu bilan Alloh uchun ajrashganman. Deyoladigan bitta odamimiz bormi? Ha, qo'lingizga shukurkani bersa, qorayib ketgan qozonni kunda bir marta ish qilib qo'ying, kunda bir marta, ko'plar. Bir marta ish qilib ishga ketdingiz. Kerakli bir marta ish qilib ketdingiz. Ha, bir 5 yilda, 10 yilda nima bo'ladi haligi? Tozalanib qoladi. Lekin siz o'zingizni tozalashga harakat qilayotgan bo'lsangiz, qorayaveradi-da u. O, toqatda sig'anchiq bor. Bir xil tosh, lekin odamlar yosh bolalar ishxonada tushavergan, nima bo'lib ketdi tosh? Silliq bo'lib yaltirab ketdi, o'tirsa sig'aladigan bo'lib qoldi. Tosh silliq bo'lib ketdi. Yumshoq suv tomchisi tomib tursa to'xtamasdan, toshni nima qilib yuboradi? Bo'lib yuboradi ikkiga. Siz harakat qiling. Alloh atrofingizga nima qilsin? Bundan tashqari bu o'zimizga kerak. Imomga ham kerak emas, dalilga ham kerak emas, o'zingizga kerak. Chunki qiyomatda o'zingiz javob berasiz Alloh oldida. Va to'rtinchisi, rizqi o'zini yurtida kelayotgan bo'lsa. O'zini shahridan rizqini topib yeyotgan bo'lsa, ana shu erkak kishining saodatining bir qismi hisoblanar ekan. Demak, 4 ta narsa. Ayol yaxshi bo'lsa, farzandlari yaxshi bo'lsa, ulfatlari yaxshi bo'lsa, rizqini o'zini shahridan topib yeyotgan bo'lsa, shu kishining baxti to'liq deyiladi. Demak, bu suhbatimizda farzandlarni ota-onalarning ustidagi haqlari degan darsni gaplashgan bo'ldik. Chiroyli ona, pokiza ona, chiroyli ism va din. Dinni o'rgatmaganimizcha biz uni haqqini, farzand haqqini ado qilmagan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo eshittirgan mavzularga hammamizga amal qilgan bo'lsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillah.